Allah'ın nihayet şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Karandaşlar, mihriban igimiz Allah, biz insanlarını meynetçilikten pakızlık çıkarış için, peslikten âli canaplıkka yükseldiriş için tayarlagan ibadetlerinin en yükseklerinden bulup bir boğan Ramazan ibadeti yetip geliş aldıda durmakta. Asasen yetip geldi. Ettigellik'e Ramazan başlandı inşallah. Yani bu mübarek Ramazan ayı şundaqla uluq Ramazan rozi yetip geldi. Efsus ki bizning vatanimiz Sharqiy Turkiston Xitoy tajovuzchilarining ishg'oli ostida bo'lg'achqa ve bichara xalqimiz Xitoy tajovuzchilarining inson tasavvuriga sig'mas zulmlari ve irqiy qirg'inchiliklari ostida bo'lg'achqa bu ulug' ibodatni ado qilolmay kelyotidi. Xalqimiz zamonaviy qotillik mashinasi bo'lgan Xitoy jallotlari oldida bu ulug' oydagi bu ulug' ibodatlardan mahrum qilinmoqda. Ammo biz chet elda yashayotgan Sharqiy Turkistonliklar uchun bu ulug' oyda bu ulug' ibodatni qilib, mehribon egimiz Allohni rozi qilish fursatimiz bor. O'zimizni bu dunyoning moddiy mehnatchiligidan qutqizib, ma'naviy pokizlik muhitiga erishtirish imkoniyatimiz bor. Biz Sharqiy Turkistondagi mazlum xalqimizning bir partisi ve ularning vakili bo'lish sifatimiz bilan Allohning oldida samimiy bo'lib, bu ulug' Ramazonda Ramazon ibodatini yaxshi ado qilsak, Alloh taolo bizni millat sifatida gunohlarimizni afv qilsa ajab emas deb o'ylayman qarindoshlar. Bundaq desam ba'zi kishilar bizning millat sifatida nim gunohimiz bor ekan, Xitoy zolim bo'lsa, biz mazlum bo'lsak, Xitoy bizni eski bo'lishga, gunoh qilishga zo'rlaydi. Biz ojiz bo'lg'achqa Xitoyga bo'ysunishga majburmiz deyishi mumkin. Ya'ni millat sifatida nim gunohimiz bor deyishi mumkin. Qarindoshlar, bizning gunohimiz shuki, biz vatanning mustaqilligini asliga keltirish uchun g'ayrat ko'rsatmadik. Xitoyning zulmiga bo'yagdik. Vatandagi xalqimizni asoratdan qutuldirish uchun Alloh rizosini ko'zlab Xitoyga qarshi safga o'tmadik. Xitoyning tahdidini bahona qilib mustaqillik maydoniga o'tmadik. Chet elda necha million Sharqiy Turkistonlik bor deymiz. Hozirga qadar Xitoyning tahdidini bahona qilib mustaqillik maydoniga to'liq o'tmadik. Millat sifatida inqilobchilar bilan xoinlarni farqlandirmadik. Mujohidlar bilan mujohidlik to'niga o'rnagan munofiqlarni to'nayolmadik. Xitoyga ishlaydiganlar bilan Xitoyga qarshi turganlarni o'xshash ko'rdik. Natijada Alloh rizosi uchun vatanimiz Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun ve xalqimizning ozodligi uchun bir siyosiy birlik hosil qilamadik. Bu maydonsizlik bizni millat sifatida gunohkor qilib qolmasdan, balki iymon doirasidan chiqarib tashlaydigan, hatto Allohning g'azabiga ve hatto la'natiga uchraydigan eng og'ir ve eng cho'ng gunohdir. Chunki bu Allohning zulmga qarshi ittifaq bo'lib jihad qilish emriga xiloflik qilganlik ve Xitoy tajovuzchilarini Allohga sherik qo'shganlikdir. Nima uchun Xitoy tajovuzchilarini Allohga sherik qo'shdik? Chunki Alloh ma tarafdan tajovuzchilarga, zolimlarga qarshi jihad qilinglar deydi. Ma tarafdan Xitoy tajovuzchilari men qarshi chiqsang, uni qilaman, buni qilaman, ata-onani uni qilaman, buni qilaman deb ta'did qiladi. Alloh bilan Xitoy orasida qilib Xitoyning emri farmoniga bo'ysunsak, Xitoyni Allohga sherik qo'shgan bo'lamiz.
Shuning uchun biz Sharqiy Turkiston vatandoshlari bo'lish sifatimiz bilan shundaqla zulmga qarshi turmagan yoki qarshi turolmagan ezik musulmonlar bo'lish sifatimiz bilan yaratquchimiz Alloh taolo oldida yuzimiz qara. Millat sifatida gunohkormiz. Shuning uchun bu ulug' Ramazonda Xitoydan yuz o'rib Allohga samimiy tövbe qilishimiz kerak. Xitoyni dushman va Allohni do'st tutishimiz kerak. Chunki xoincha yashab Alloh oldida mu'mincha muomala ko'rishimiz mumkin emas. Dushmanlarga bo'ysunib, munofiqcha yashab Alloh taoladan musulmoncha muomala ko'rish mumkin emas. Chunki Allohni aldig'ili bo'lmaydi. Allohni aldashga tirishqanlik amaliyotda o'zimizni aldig'anlik. Allah Qur'oni Karimda deydi-ku, munofiqlar haqida: "Yuxadi'unalloha va ma yaxda'una illa anfusahum va ma yash'urun." Bu munofiq toifasi Xitoydan qo'rqib Allohni aldashga tirishidir. Halbuki Allohni aldig'anlik o'zini aldig'anlikdan boshqa narsa emas deydi Alloh taolo Qur'oni Karimda. Shuning uchun qarindoshlar, bu Ramazonni ching tutaylik, bu Ramazondagi qurtulush fursatlarini qochirib qo'ymaylik. Bu haqda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadisda mundaq deydi. Salman ibn Faris radhiyallohu anhu shunday deydi-ki, bir kuni Payg'ambar alayhisalom bizga Sha'ban oyining eng oxirgi kunida bizga xutba berdi. Xutbasida shunday dedi: "Ey insonlar, sizlarga hozir eng buyuk bir oy kelyapti. Bu oy muborak oydir. Bu ayda bir kecha borki, u kecha 1000 oydan yaxshi. Allah bu ayning bu ayda ro'za tutishni, kunduz ro'za tutishni farz qildi hammamizga. Kechasi namoz o'qishni nafli ibodat qilib bizga ihson qildi. Kimki bu ayda yaxshilik nomidan bir xislat bilan Allohga yaqinlashsa, u odam nafli ibodat qilsa-mu, bir farz ibodatni ado qilganning savobini oladi. Kimki bu ayda bir farzni ado qilsa, başka aylarda 70 farzni ado qilganning savobini oladi. Bu ay sabr oyidir. Sabrninki mukofoti faqatlam jannat bo'ladi. Bu ay bir-birimiz bilan yordamlashish, hamkorlashish oyidir. Bu ayda mu'minning rizqi ko'paydi. Bu ayda kimki bir ro'za tutgan odamga iftorlik bersa, şu iftarlık bergen adamın günahı mağfiret kılınıdı. O adam cehennemden azat kılınıdı. Bu iftar bergen kişiye ro'za tutgan kişinin ecriden kamlı etilmegen asasda ecre verildi. Bu ayının evveli rahmet, Allah'ın rahmetiga erişidigan fırsat var. Evvelki 10 günde, o'ttirisida Allah'ın mağfiretiga erişidigan fırsat var. Ahirida cehennemden azat bo'ladigan fırsat var dedi qarindoshlar. Bu hadisdagi hammadan muhimi cehennemden azat bo'lish degan nuqta. Bir inson cehennemden azat bo'ldi degan gap, ahli jannat bo'ldi degan gap. Ahli jannat bo'lgan odam bu dunyoda solih amal qilishni boshlaydi. Salih amel qilishni boshlaydi. Biz Sharqiy Turkistonliklar uchun salih amalning eng boshida Alloh rizosini deb, shu mazlum bechora xalqimizni deb Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishdan yo'g'on ibodatimiz bo'lmaydi. Bu atlanishdan yo'g'on fursatimiz bo'lmaydi. Shuning uchun bu Ramazon fursatini chaqtib qarindoshlar, Allah'ın sepiga, Allah'ın meydaniga o'taylik. Xitoyni tark etaylik, chunki u dunyoda mi dushmanimiz, oxiratda mi dushmanimiz. Shuning uchun qarindoshlar, men bugun sizlarga bilishimcha Ramazon ro'zasining fazilatlari va hikmatlari haqida so'zlab beraman inshaalloh. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday deydi: Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus-siyam kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Sura Baqara 183-oyat shunday deydi: Ey iymon etganlar,
sizlarga ro'za tutish yezildi. Sizlardan burunqilarga yezilgandekla taqvo bo'lasizlar degan umidda. Ya'ni Allah bizga Ramazon ro'zasini farz qilishda bizning taqvo bo'lishimizni umid qilib farz qilaylik. Allah bakadan baka bizni qiynash uchun emas, och qo'yib, suvsiz qo'yib, nim qilish uchun emas, qiynash uchun emas. Bizni taqvolik holatiga o'tkazish uchun ro'zani farz qildi. Undaqda taqvo degan nima degan gap? Taqvo degan gap qarindoshlar, Allah'ni eng cho'ng bilish degan gap. Dünyada insanlar, bazı insanların çoğun bilimiz ko. Vay yoğun, undaq kişi, bundaq kişi de. Bir insanın bu dünyada en çoğun bildiğini Allah boğan çağdısında bu insan takvalık erişken buludu. Allah'ını çoğun bilge vaxtında Allah'ın emri fermanlarını ada kılışta yüksek seviyede dikkatli buluş diyen noktaya yetidir. Yani Allah'ını en çoğun biliş. Şunun için Allah'ın emir fermanlarını çoğun bilgenliğimiz için Allah'ın emir fermanlarını ada kılışta yüksek seviyede dikkatli buluş deyin gibi. Takvanın yanıma bir manisi Allah'ını en yüksek seviyede söyüş deyin gibi. Şunun için Allah'ını narazı kılıp koyuştun, ya ki Allah'ın söygüsünden ayrılıp kalıştın, yüksek seviyede korkuş deyin gibi. Allah'tan ne için korkumuz? Allah'ın eskilikinden emas. Allah bek suyumlu koğaçka. Bizning canımız, cananımız oğaçka. Dünya ve ahiret bext saadetimiz boğaçka. Biz Allah'tan ayrılsak mevcut bulanmaydıgan boğaçka. Allah'ın mutlak seviyede yüksek derecede söyüşümüz lazım. Bunda söygü boğallık için kalbimizde Allah'ın narazı kılıp koyuştan, ya ki Allah'ın sövgüsünden ayrılıp kalıştan yüksek seviyede korkuşumuz gerek. Çünkü kalpte muhabbet bulmasa, takvalık bulmaydı. Allah muhabbeti yok, Allah'ın Resulü'nün muhabbeti yok, İslam muhabbeti yok durup, men degen bek yaxşı Müslüman degen kork gap o. Peygamber Aleyhisselam hadis nimdi de Allah'ın muhabbeti, Allah sövgüsü hakkında, Allah ve Allah'ın Resulü birinlerge üzünün cenidim mi, balı çakıllarıdın mı, ata anasıdın mı ve dünyadaki her nerseden süyümlük bulmak için mümin bulanmaydı dedi o. Mümin bulaş için kalbimizden töre Allah'a biriliş gerek. Yana biri, takvalıkның yana biri, Allah'ını en yüksek seviyede hürmet kılış degan gap. Çünkü kalbimizde söygü boğaçka Allah'ını hürmet kılış doğru keladi. Şunun için Allah'ını xap qilib qo'yishdan davamlıq yüksek seviyede ensireş degan ma'nolarni bildirdi. Takva adam davamlıq ensirab turdi, davamlıq qo'rqib turdi, davamlıq diqqat bo'lib turdi. Nima uchun? Mahbubimiz, canımız, cananımız Allah'tan ayrılıp kalmay. Allah menden yüz örüp qazqanda qılıman. Mana sen yaramayt ekansan deb heydi yutib qazqanda qılıman deb mushundaq ruhiy holatda yashaydi inson taqvo bo'lgan vaqtida. Demak, Ramazon ro'zasining bizga farz qilinishining maqsadi va hikmati biz mu'minlarning taqvo holda bo'lishimiz bilan munosabatli ekan. Undaqda Ramazon ro'zasining hikmatlariga va har bir hikmatning taqvo bilan bo'lgan munosabatlariga bir qarab chiqaylik qarindoshlar. Endi Ramazondagi ro'za İslamning 5 asosining birinchilari endi. Payg'ambar alayhisalom islom 5 narsa ustiga bino qilindi deb sanagan 5 ning qatorasida mush Ramazon ro'zasi bor. Endi bino qilindi deydi. Binoni bir binoga o'xshasa qarindoshlar. Bir binoni bino deyish uchun oldin 4 tema bo'lish kerak, to'pi yapilgan bo'lish kerak. 5 tarafi putgan chaqdisda uni bino deymiz. İslamning shu 5 asosi bo'lgan vaqtda andan keyin shuni qilgan odamni musulmon deymiz. İnsan nima uchun musulmon bo'ladi? Allohni rozi qilish uchun, solih amal qilish orqali. Endi biz bu 5 ishni qilib musulmonlik
salahiyetga erishgandan keyin endi bu amali solihlarni qilish endi boshlanadi qarindoshlar. Shuning uchun bu Ramazon ro'zining hikmatlarining birinchi hikmati Allohning rububiyatiga bizni qartadi qarindoshlar. Shuning uchun Allohning bu Ramazon haqida nurg'un hikmatlari bor. Bu hikmatlarning ba'zisi bizni Janob Haqning rububiyatiga, parvardigorligiga qartadi. Ya'ni Alloh taolo Ramazon ro'zasi orqali bizga o'zining rububiyatini tunutib, bizni taqvo holatda tutmoqchi bo'ladi. Ramazon ro'zasining hikmatlaridan ba'zisi insonning nazarini ijtimoiy hayotiga qartadi. Ba'zi shaxsiy hayotiga, ba'zi nafsining tarbiyalanishiga qartadi, ba'zi ilohiy ne'matlarga shukr qilishga qartadi. Natijada hammasi bizni Allohga taqvo bo'lishga olib boradi. Biz gardankashlik qilmasaqlar, ammo biz o'z irodamiz bilan Allohning bu Ramazon ne'matidan yuz o'rsak, bu Ramazon bizga hech nima qilib bermaydi. Aksicha bizni Allohning rahmatidan va hidoyatidan uzoqlashtiradi. Shuning uchun qarindoshlar, har Ramazonning va har ne'matning qadrini bilishimiz kerak. Undaqda Ramazon ro'zasining hikmatlariga bir qarab chiqaylik. Birinchi hikmati bizni Janob Allohning rububiyatiga qartadi va bizni shirkdan pokizlashni maqsad qiladi dedik. Bu qanday bo'ladi? Allohning uluhiyati, rububiyati degan ikki kalima bor qarindoshlar. Allohning uluhiyati degan vaqtimizda yaratgan qudrat ma'nosida bo'ladi. Uluhiyat ilah ko'kidan, yiltizidan chiqadi. Allohning uluhiyati degan vaqtimizda yaratgan qudrat ma'nosida bo'ladi. Ammo rububiyat Rabb yiltizidan chiqadi. Bu bizni yashtatgan qudrat degan ma'noni bildiradi. Yashtatgan qudrat. Shuning uchun bizda bu dunyoda Allohning taqdirisiz qil tevirmaydi deymiz-ku. Qilning tevirishidan tortib bir tal kichikkina bir narsaning u bu yoqqa qipirdishidan tortib hammasi Allohning rububiyat ta'siri ostida shuning kontrolligida bo'ladi. Undaqda Janob Haqning rububiyati nuqtasidan ro'zining bir hikmati shudirki, Janob Haq yer yuzini bir ne'mat do'stixona shaklida yaratgan. Qarab baqal biz yashayotgan yer sharida bir ne'mat do'stixona shaklida yaratgan bu dunyoni. Bundaq do'stixon boshqa planetlarda, boshqa olamda yo'q. Butun ne'mat turlarini bu do'stixonga bilinmas va ko'rinmas yerlardan kelgan qilib tizgan. Alloh buning hammasini Alloh tuzidi bu ne'matlarni, ammo biz nereden kelganligini ko'rolmaymiz, bilolmaymiz. Alloh taolo bu qudrati orqali, ya'ni rububiyat qudrati, bu qudrat orqali o'zining mukammal rububiyatini, rahmaniyat va rahimiyatini ochiq oshkora izhor qilgan. Chunki insonlar bu dunyodagi imtihon muhitidan hosil bo'lgan g'aflat pardasi ostida yashaydi. Diqqat qilaylik. Biz bu dunyoga kelgandan keyin bu dunyoda bir imtihon muhiti hozirlanadi. Biz haqiqat olamidan kelgan, u haqiqat olamidagi muhit yo'q va'da. Ruh bedanga kirgandan keyin bir imtihon muhiti hosil bo'ladi. Bu muhitda g'aflat pardasi ostida yashaymiz. Bu dunyoda yana sabablar pardalari bor. Bu sabablar pardalari ostida asli haqiqatni to'liq ko'rolmaydi inson. Shuning uchun inson ba'zida bu haqiqatni unutib qoladi. Ya'ni o'zi kelgan haqiqatni unutib qoladi, ba'zida o'zini unutib qoladi, ba'zida Rabbul alamin bo'lgan Allohni unutib qoladi. Ramazonda bo'lsa, bu oydagi och qolish va ussiz qolish qatorliq omillar tufaylidan inson Rabbini esiga oladi. Rabbini va uning shafqatini tunaydi. Shundaqla o'zini va ojizligini tunib yetadi. Shuning uchun ahli iymon kishilar birdilla uyg'onadi Ramazonda. Bu dunyodagi asli vazifasini xotirlaydi. Shuning uchun Allohga bo'ysunishga boshlaydi. Bu dunyoda insonning eng muhim ehtiyoji yemek-ichmakdir. Hammamiz bilamiz. İnson bu dunyodagi hayotida yil bo'yi yeb-ichaydi. Xohlaganni yeydi, xohlaganni ichadi. Ammo Ramazonda bu halol ehtiyojidanmi Alloh rizosini deb voz kechadi. Va birdilla
tertiplik ve intizamchan bir askeri qo'shin holatiga o'tadi mo'minlar. Tong saharda, suhur vaqtida to'xta degan buyruq kelganda yeyish ichishdan to'xtaydi. Akşamda iftar vaqtida yangla deganda derhal yeyishga boshlaydi. Mana bu Ramazonda mu'minlarning olamlarning Rabbi oldida askeri tuzumga o'tganligidir va g'aflat uyqusidan uyg'onib taqvo modiga o'tganligidir. Mana bu azal abad sultoni, olamlarning podshohining ziyofatiga taklif qilinganlik his tuyg'usi bo'lib, bir mu'min uchun. Mu'minlar shundaq bir ruhiy holatga keladi-ki Ramazonda, bu mu'minlar akşam iftar zamanida xuddi qani mehmonlar, dosturxonaga marhamat qilinglar deyilgandekla Allah tarafidan. Allah tarafidan shundaq yangi ishinglar deydigan buyruqni kutayotgandekla, tangla ve birdekla Allah'ның nimetleriga qo'l uzatadi. Bu shartsiz bendilik muamelesi bulup, yani bunda qilish, yeyishidan mı, içişidan mı vaz keçip, halal haq huquqidan mı vaz keçip, mushunda qalqa shartsiz bendichilik muamelesi bulup bu qilganlik, bu Allah'ның rububiyetini tunğanlık, itiraf qilganlik bulup hesaplanadi. Mu'minlarning Allah'a karşı bundaq bir tertiplik ve intizamlık halda Allah'ның bendisi ekanligini izhar qilishi ve Allah'ның emri fermanına bundaq anlık itaatini ko'rsatishi, o şefqatlik, mihriban, Rahman Taala'nın kulli rahmaniyetiga karşı en körkem ve tertiplik bir şekilde ihtiram bilen cevap qaytırganlık bulup hesaplanadi. Acaba yaratquchimiz shundaqla dünya ve ahiretlik baxt saadetimizin kepili bo'lgan Allah'ni razı qilish uchun mundaq oliy bir vazifege ve şanlık bir davetge, ulug' bir ibadetge sherik bo'lmagan insan degan ismga loyiq bo'ladimi? Elbette layık bu emas. Çünkü bu insanlar özü bilen o'xshash seviyedeki meşhur birer bendi bilen yoki birer emelda bendi bilen dost buluşqa, ularning davatiga ijabet qilishqa va ularning dosturxonidan bir narsa yeyishga, ichishga, hatta bir resimga tushib olishqa shundaq xushtar va shundaq amroq yo'q bu insonlar, ammo o'zining yaratquchisini tunishqa, o yaratquchining davetini icabet qilishqa, uning davatiga icabet qilishqa, uning bilan do'st bo'lishqa shuncha qirq. Shuning uchun egisini tunmaganni inson degili bo'lmaydi. Demak, Ramazon ro'zasi insonga Rabbining rububiyatini tunutish orqali, uni g'aflat uyqusidan uyg'otib, taqvo holatiga keladi. Mana bu Ramazonning en büyük hikmetlerinden birisi. Bizge mushundaq ko'ngil bilib, Ramazon ro'zasini bizga farz qilgan Allohga cheksiz hamd sanolar bo'lsin. Qarindoshlar, buguncha mushunchalik bo'lsin. Ramazon ro'zasining boshqa hikmetlerini keyingi videoda so'zlaymiz inshaalloh. Ko'rishguncha aman bo'linglar. Allah'a emanet.